Assalomu alaykum hammaga. Tak, xudo ovozim bor. Aha. Tak. Bugungi boshlang'ich darslikdan yana bittasi darslik urvin masalasi. Ya'ni qaysidir paytda urvin bilan ishlashda ko'pchilik tushunmaydi. Ya'ni Revit, AutoCAD yoki boshqa dasturlarga o'xshagandan farqli ravishda urvinga asosan ishlanadi. Har bitta chizayotgan narsamiz yoki qo'yayotgan narsamiz, olib kirgan modelimiz yoki biron bir devor ko'tarsak, tom tizsak, eshik, oyna qo'ysak, qaysidir urvinga asosan hisoblab boradi balandligini. Shuning uchun biz urvin masalasini o'zini tushunib olishimiz kerak. Misol uchun, birinchi urvinni ochdim. Mana birinchi urvin, ya'ni sizlar ham ochgan paytingizda arxitekturni qilib ochgan paytimizda, ya'ni sozdать qilib ochganimizda, arxitekturni shablon qilib ochganingizda, proyekt qilib ochgan paytimizda, ya'ni OK qilasizlar. Ochilgan paytda sizlarda ham xuddi shunaqa oyna chiqib keladi. Endi urvin masalasi. Hozir birinchi urvinda turibman, ya'ni plan etajda sizlarda mana urvin 1, urvin 2 и площадка degan yozuv turadi. Demak, bu degani birinchi qavatda ekanligimni bildiradi. Uchastka chizayotgan yoki interyer qilayotganlarda bu tushunarli bo'lishi uchun aytyapman. Ya'ni 0-urvin hisoblanadi bu. 0, ya'ni toza pol sifatida hisoblanadi bu narsa. Tak, urvinlarni ko'rish yoki nazorat qilish qanday bo'ladi? Bu yerda misol uchun hech narsani ko'rayotganimiz yo'q, faqatgina urvinning nomini ko'ryapmiz. Birinchi, ikkinchi nomi, mana svojstlardan ko'rishimiz mumkin. Bu yerda ham urvinning nomi, ya'ni vidimizning nomi urvin 1. Balandligi, masshtablarni ko'rsatyapti bo'ldi. Lekin qaysi balandligini misol uchun o'rnatish iloji yo'q. Uning uchun fasad yoki razrez orqali chizib ko'rinadi. Har doim xuddi shu shaklda. Ya'ni sizlarda ham agar misol uchun mana bunaqa fasad vidlari, ikonkalari ko'rinib turgan bo'lsa, mana bunaqa, ya'ni ko'rib turganinglardek to'rtta tarafdan qo'yilgan bo'lsa, просто tak ustiga bosamiz, o'ng tarafini bosib, mana ustiga tanlab oldim, ustiga 2 marta o'ng tarafidan bosdim. Просмотр fasad desam, menga ko'rsatib beradi. Agarda sizlarda bu narsa bo'lmasa, yo'q deb tasavvur qilaylik, razrez chizib yoki aynan xuddi shuni qo'yib turib, keyin ko'rishimiz mumkin. Ikkita yo'li bor, ya'ni razrez и fasad orqali. Ikkalasini ham ko'rsatib o'taman. Vidga o'tasizlar, razrez chizamiz. Mana razrez chizishda e'tibor beringlar. Chap tarafdan o'ng tarafga qarab chizsanglar, tepaga qaratib chizib ko'rsatadi. Ya'ni razrez tepaga qaraydi. Aksincha, o'ng tarafdan turib chap tarafga chizsanglar, pastga qaratib chizib beradi. Ya'ni pastga qaraydi razrezimiz. Shunga e'tibor beringlar. Misol uchun men bu yerdan bu yoqqacha chizaman. Misol uchun mana chapdan o'ngga qarab chizdim. Mana ko'ryapsizlar, razrez chizdim. Endi bu yerda razrezimizning belgisi, har doimgidek ikonkasi, bu yerda nomi bo'ladi, listga, qaysi listga joylansa o'shanga ko'rsatadi. Secheniya 1 deb qo'yibdi buni. Aylantirish mumkin. Mana bu narsamiz ko'rish chegarasi, ya'ni razrez. Misol uchun mana bu joyda devor chizdik deylik. Esingizda bo'lsa, ko'rgan bo'lsak, devor chizdik. Bu joydan bunday qilib devor chizdim. Razrez tanlaganda aynan mana shu narsa hal qilib beradi ko'rmasligini. Misol uchun razrezimiz bu yoqroq tursa, mana shu joygacha ko'radi degani. Endi razrez chizib ko'rdim, bosdim, chap taraf bilan, sichqonchani o'ng tarafi bilan bosaman, perейти к vid deyman. OK qilsam, mana devorim ko'rinyapti. Devor emas bu aslida. Ko'rish chegarasi deyiladi bu narsa. Devor emas, tanlagan paytimizda vidda hali ham turibmiz, mana nomer vid deb qo'yibdi. Ya'ni tanlayotgan narsangizni, ko'rayotgan narsangizda chegaralab qo'yishingiz mumkin, ramkaga hisob qo'yish degandek narsa bo'ladi. Buni o'chirib qo'yish mumkin. Mana bu joydan граница vidni, образец vidni o'chirib qo'ysak ko'rinmaydi. Nimaga devorimiz ko'rinmayapti? Chunki mana planga o'tib qarasam, mana bu joydan mana bu narsamiz devorda kesmayapti. Devorda agar kesib, mana bu joyga qo'ysak, mana orasidan kesyapti. Secheniya 1ga qaytsam, ya'ni razrezga qaytsam, mana ko'rinadi. Va urvinlarning ham ko'rinishi ko'rinyapti endi. Mana bu urvin deyiladi. Mana shu narsani ko'rish uchun chizdik biz hozir. Mana devorlarni xohlasak o'chirib tashlashimiz mumkin. Kerak emas. Lekin mana bu urvin. Mana urvin 1 deb qo'yibdi, mana bu esa urvin 1. E'tibor beringlar. Bu yerdan nomini o'zgartirsak yoki balandligini, joyini o'zgartirsak, bu joydan ham ko'rishimiz o'zgaradi. Bu nimaga tushuntiryapman? Keyingi darslarimizda bu narsani tushunishimiz kerak bo'ladi bu narsani.
Xo'p, misol uchun birinchi 0 qavatda turibdi va 4 metr balandlikda turibdi. Balandlik bo'yicha millimetrda hisoblaymiz doim. Misol uchun mana bu joydan bu joygacha hisoblasam 4 metr deb hisoblaydi. Mana birinchi va ikkinchi urovень turibdi. Endi urovеньni ko'paytirsam yoki misol uchun kopiya qilib turib qo'ysam yoki boshqatdan yasash qanaqa bo'ladi? Uni ham ko'ramiz. Undan oldin razrez chizish orqali bildik. Bitta yo'l bu. Xohlasam o'chirib tashlayman, delete и OK qilsam o'chirib tashlayman. Yana bir marta vidga qaytaman. Endi fasad orqali ko'rsataman sizlarga. Fasadni bosaman, aynan shu ikonga chiqib keladi. Misol uchun xohlagan joyimizda o'tib olamiz. Misol uchun to'rtta tarafdan xohlagan joyimizga, misol uchun mana bu joyga o'taman. Tap ikonkasiga qaranglar, qaysi tarafga qaryapti. O'sha joyga qaratib qo'yishimiz kerak. Misol uchun men markazga qaratmoqchiman, shuning uchun tap bossam, ya'ni klaviaturadan tapni bossanglar, qaysi tarafga qaraydi. Misol uchun mana bunda tap qilsam, bosdim, chizdi, yana cheksiz chizib ketaveradi. Chiqib ketishim uchun escape ni bosaman. Ya'ni eng bu klaviaturadagi chap tarafda eng burchakdagi ESC ni bossanglar bo'ldi. Yana xuddi shu shaklda bosib turib, mana bu joyi mana e'tibor beringlar, kesish kerak o'rtaroqqacha. Bosib turib, prosmotr fasad qilaman, bo'ldi mana. Endi fasad tushundik. Fasad va razrez farqi bor bolalar. Fasad boshqa, razrez boshqa. Razrez biron bir kesimni ko'rsatishimiz uchun ham ishlatsa bo'ladi. Razrezda kesib orqali ko'rsatish mumkin. Fasad esa kesmaydi bolalar. Kesishda nimasi bo'ladi? Prinsiplari, ishlash sxemalari yoki ko'rish grafikalarida farq bor. Qo'yilish uslubini ham ko'rib turibsizlar. Anchagina farqlari bor. Keyinchalik bularni ancha chuqur ko'ramiz. Xo'p, endi mana bu urovень ekan, bildik. Birinchi, ikkinchi urovень turibdi. Bu plashatka qilib qo'yibdi. Bu nimaga birinchi, ikkinchi turibdi? Plashatka qani mantaki tepasida yana bitta mana bu qani desanglar, prosta mana bu birinchi urovень yoki ikkinchi urovеньdan bunda o'tsak, birinchi yoki ikkinchi urovеньdan kopiya olib qo'yib qo'ygan prosta. Yana bu narsani. Endi biz mana bu urovеньligini bildik. 3300 misol uchun odatda 3300 balandlikda bo'ladi. Standart bo'yicha poldan polgacha hisoblaganda. Любой uyimizda hisoblagan paytda. Xo'p, endi bu urovеньni tizish yoki kopiya olishda prosta oddiy ishlaysizlar. Birinchisi kopiya olish, yasashni ko'rsataman. Misol uchun mana tanlaysizlar, 2 marta C ni 2 marta bossanglar yoki boshqacha bo'lishi mumkin sizlarda. Aynan misol uchun mana tanlagan paytinglarda mana bu chiqib keladi. Kopировать bor. Bosamiz. Mana bu joydan ushlab turib, bosdim bitta, mana bu joygacha yana bitta bossam, 3-urovень chiqib keladi. Avtomatik nomi o'zgaradi, balandligi ham o'zgarib boradi. Chizdim. Nimaga bu ko'k, mana bu qora? Nimaga? Va chizdim-u, lekin mendan ko'rinmadi, chiqmadi. Plan etaj bo'lib 3-urovень deb chiqmadi. Nimaga? Chunki vid aktivlashmadi. Vidni aktivlashtirgandan keyin bu yerda aynan plan etajda ko'rinishni boshlaydi. Demak, vidni aktivlashdi. Bu kopiya qilishni bildik, endi chizishni ham ko'ramiz. Prosta bir necha xil uslubi bor. Ikki xil uslubini sizlarga ko'rsataman. Birinchi uslubi tanlaysizlar, so'zat analiz qilib, prosta mana balandlik bo'yicha, mana bu joygacha mana balandligi, временный размер chiqyapti, vaqtinchalik razmer. Misol uchun mana 3300 balandlikda deymanda bosib, bundoq qilib urovень chizishim mumkin. Yoniga olib kelsam o'zi o'sha bo'ladi. Tekst qilib. Mana 4-urovень qilyapti. Mana buni xohlasam oxirgacha mana bular bilan tekst qilib qo'yishim mumkin. O'zi o'sha bo'ladi. Mana chizdim. Qaranglar, 4-urovень ko'k bo'ldi va menda chiqib keldi. Nimaga? Sababi mana bu vid chizganimda aktivlashdi. Yana qoidasi bo'yicha ham xuddi shu. Ya'ni mana buni qayta chizsam vid aktivlashadi, kopiya olsam aktiv bo'lmaydi. Savol tug'iladi. Demak, kopiya olsa aktivlashmaydimi urovеньim desanglar, yo'q, aktivlashtirsak bo'ladi. Buni alohida aktivlashtiramiz buni. Unaqa ko'p vaqt olmaydi, tez bo'ladi. Boyitganda misol uchun kopiya olib qo'ygandek, bu ham xuddi shunaqa. Misol uchun. Xo'p, mana buni tanlab turib qayerdandir nima yozishimiz shart emas. Prosta vidga o'tasizlar. Vid v plan degani bor. Plan etajni bosamiz. Mana plan etaja, menda ham plan etaja deb yozilgan. Mana sichqonchaga qarasanglar. Endi men plan etajdan tanlayman. Mana qarab tursanglar, mana 3-urovень qolib ketgan ekan, aktivlashmagan. Endi OK qilsam, mana ochib beradi 3-urovень deb. Va mana qarasanglar, 3-urovеньni ham chiqarib beryapti.
Bu degani Vitmantga qarasam mana ko'p bo'ldi endi. Endi urvinlarim aktivlashdi. Bemalol misol uchun urvinlarimni endi o'lchamlarni olib ko'rishim mumkin. Mana 3300. Xolislar e'tibor beringlar, o'zgartirishda urvinlar juda muhim rol o'ynaydi. AutoCADga o'xshab misol uchun prosta tushirib qo'ysanglar, shuni o'zi yetarli emas. Chunki devor tizsak yoki biron bir buyum qo'ysak, oyna, eshik qo'ysak, urvinlarga yopishgan holatda bo'ladi. Urvinni o'zgartirsak balandligini, devorlarimiz yoki tom boshqa narsalarimiz o'zgaradi. Yopishgan bo'lsa o'zgarib boradi. Misol uchun bitta misol keltirib ko'rsataman. Mana devor tursin. Birinchi urvinga o'tib olaman. Mana buni hozircha xohlasam tursin. Devor chizib olaman. Turburchak devor chizdim. Chizganimda qani devorni tanladim, to'g'rimi? Urvin biriga yopishgan ekan, pastki qismi smeshina yo'q. Tepa qismi nepresedani, ya'ni ulanmagan. Buni tanlaymizda. Ikkinchi urvinga tanlab qo'ysam, avtomatik mantdagi razmer o'zgaradi. Agarda mana bunaqa qo'ysanglar, razmerda devorni balandligini xohlagancha o'zgartirishimiz mumkin. Xohlasak 4,5, xohlasak 5 metr. Agar buni bosib turib, ikkinchi urvinga bog'lab qo'ysak, avtomatik urvin nechida turgan bo'lsa, shunga bog'lanib ketaveradi. Endi fasadga o'tsam, mana devorim chizilgan. Xohlasam mana vidga o'tib, zalevkaga qo'ysam, mana devorim ko'ramiz. Endi mana misol uchun mana buni ushlab turib, bundoq cho'zib qo'ysam, devorim ham cho'ziladi. Devorni tanlasak, mana 4100. Bu degani urvinni balandligini o'zgartirsam, devorim ham o'zgaradi. Chunki men mana bu joy bosganimda mana bu urvinga bog'lab qo'ydim. Shu bois chizayotgan urvinlarimizda e'tibor juda muhim qaratinglar. O'zgartirmanglar iloji boricha. Bitta qoldirdinglarmi? Shu qoldiringlar. O'zgartirsanglar ham e'tibor beringlar, nimalarni o'zgarib ketdi, nimalarni o'zgartirishim kerak. Shularga e'tibor beringlar. Nimadirlar qolib ketmasin. Urvin masalasi xuddi shu. Chizgan devorimizni misol uchun o'sha tashishimiz mumkin. Fasad chizish, razray chizishni bildinglar, urvinni ham tushundinglar degan umiddaman. Savolingiz bo'lsa, kommentda qoldirsanglar bo'ladi. Buguncha shu bo'ldi.